Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar Sabr Musofir kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Akalar, opalar, ish chiqaryapman. Har hafta avans beradi, bir oyda 2 marta oylik beradi. Yotoq joy. Moskvadan ish so'radilaring. Mana sizlar uchun Moskvadan ish erkak va ayol kishilarga. Xolasalaring abyomga ishlaysizlar, xolasalaring kunlikka ishlaysizlar. Akalar, opalar, videoga bir donadan like deb bosamiz, tanish bilishlarimizga shu videoni tarqatamiz. Ko'pchiliklar Moskvadan ish so'rayapti, kommentariyaga yozyapti. Mana sizlar uchun ish kunlikka ham bor, abyomga ham bor. Moskva dokumentingiz bormi? Ish oqtarib yuribsizmi? Ish topolmayapsizmi? Meni kanalimga podpisatsiya qilib qo'yinglar, men sizlar uchun ish topib beraman. Moskvadan erkak ayol kishilarga ish bor, 18 yoshdan to 45 yoshgacha. Agar undan balandroq bo'lsa, 48 yoshgacha ham bo'lsa bo'ladi. Meni kanalimga obuna bo'linglar. Hozir video davomida polni usloviyasini aytib o'taman. Nima ish qilinadi, yotoqxonalarni ham qo'yib beraman. Ko'rasizlar, akalar, opalar, ekranda nomer chiqadi. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Adreslarni tashab berishadi, kelasizlar, joylashasizlar. Bu ishimiz Moskva Vnukovo aeroport tomonida joylashgan Derevnya Sharapovada. Akalar, mana ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqinglar. Yana podrobniy adreslarni tashab berishadi. Ishxonadan to skladgacha 5-6 minutlik yo'l. Avtobus bilan qatnamaysizlar. Ertalab shu 15 takam 8 da chiqsalaring, o'sha 8 gacha ishxonaga borib, kiyinib, o'sha tayyor bo'lgan bo'lasizlar. Nochnoy smena ham xuddi shunday. Dnevnoy smena bor, nochnoy smena bor. Yotoq joy beradi, registratsiya qilib beradi. Bulari bepul. Bir oyda 2 marta oylik beradi. Usloviyasini aytib o'tyapman. Yana telefon qilib iltimos, usloviyasini so'rab o'tirmanglar. Usloviyasini aytib o'tyapman. Bir oyda 2 marta oylik beradi, har hafta avansi bor. Agar sizlar kunlikka ishlayman desalaring 3,5 ming rubl smenasi, abyomga ishlayman desalaring abyomda ko'proq topishlaring mumkin. 5,000-6 ming rublgacha hozirdan moment bolalar abyomda topishyapti. Hozir yotoqxonasini videosini qo'yaman. Ko'ringlar, yotoqxonasini, komfortli yotoqxonalar, semeyniy xonalari ham bor. Rus tilini bilasizmi, bilmaysizmi, absolyutni farqi yo'q. Glavni kelasiz, skaner bilan ishlanadi. Bitta til kerak bas. Glavni shu ishni o'rganib olsangiz bo'ldi. Videosini, mana yotoqxonani videosini ko'ringlar. Там здесь видно. Вот шкаф, кровать, холодильник. Вот, а сделано как шага, блин. Ну нет, ну в понедельник в этой комнате жили. Мы решили с ней переделать. Общий коридор вот этот закрыть. В плите там, второй этаж сделать, чтобы не было признак общего коридора и этих комнат. Да, чтобы да. А потом Ko'rdlaringiz yotoqxonasini, komfortli yotoqxonalar, ishi ham konkretniy. Aytib o'tganimdek, yotoqxonadan to ishxonagacha 5-6 minutlik yo'l, peshkom borib kelaverasizlar. Yotoqxonasi ham yaqin. Bir oyda 2 marta oylik beradi, har hafta avansi bor. Undan tashqari yotoq joy registratsiyasi besplatniy sizlar uchun. Agarki kunlikka ishlayman desalaring 3,5 ming rubldan, abyomga ishlayman desalaring 5,000-6 ming rubl topsalaring bo'ladi. Agarki abyomda ishlab oyiga 200 ming rublgacha ishlasangiz bo'ladi. Zavisit o'zingizdan, o'zingizni qo'lingizda bo'ladi hamma narsa. Agar kunlikka ishlayman desalaring, mana marhamat kunlikka ham bor. Birinchi kesalaring to ishni o'rganib olgunlaringcha 2-3 kun abyomga ishlaydigan odamlarga 2-3 kun smenasi 3,5 ming rubldan yoziladi. Ishni o'rgangandan keyin dalshi abyomga o'tib ketaverasizlar. Bu yerda joy kam, 20 tagina odamga joy bor. Agar joy to'lib qolsa, boshqa odam olmaydi. Срочный ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. WhatsApp yo обычный nomerga telefon qilinglar. Обычный nomerlari ko'tarmayaptimi? WhatsAppga yozinglar. Sabr Musofir kanalidan nomerlaringizni oldik, ishga kelmoqchimiz deylar. Adreslarni tashab berishadi. Usloviyasini aytib o'tdim, yana telefon qilib, usloviyasini so'rab o'tirmanglar. Nima ish qilinadi, yotoqxonalari qanday?
oyligi qanday deb so'rab o'tirmanglar. Chunki hammasini o'zim aytib o'tdim. Ishini ko'rmoqchi bo'lsalaring, ishini ham qo'yib beraman. Agarki siz O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan ishga kelmoqchimisiz, sizlarga ishonarli kompaniyalardan ishlar kerakmi, dokument to'g'irlab beradigan ishlar kerakmi? Mana meni kanalimga podpisatsiya qilib qo'yinglar. Meni kanalimda faqat shunaqa ishlar chiqadi. Juda ham ko'p akalarimiz kelyapti. Akalar, opalar, sizlar ham shunday kelmoqchimisizlar? Xudo xolasa ofisimizni ochamiz inshaalloh. Shu oyda oxirisigacha ofisimiz tayyor bo'ladi, ochiladi, ishchilar уже ishga tushadi. Juda ham ko'p odamlar telefon qilyapti, tushalmayapti. WhatsAppga ham, abish nomerga ham uspet qilmayapmiz chunki. 2-3 odam sizlarni faqat ishlaring bilan shug'ullanadi. Shu sizlar telefon qilsalaring javob qaytaradi, ishga joylaydi. Faqat shu ish bilan shug'ullanishadi. Akalar, opalar, shu videoni like bosinglar, tarqatinglar tanish bilishlaringizga. Inshaalloh sizlarning podдержкаларинgiz bilan biz dalshi yana ishlarni chiqarishda davom etamiz, kuchayamiz, xudo xolasa sizlarning podдержкаларинgiz bilan. Rahmat, videomizni to oxirigacha ko'rganlaring uchun. Sog' omon bo'linglar, Alloh panohida bo'linglar.